So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan savollardan biri bu Jasmin Transni kim qamatdi va yoki bunga kim aybdor degan masala bo'lib turibdi. Turli sahifalarda turlicha fikrlar, ayblovlar va keskin xulosalar tarqalmoqda. Ammo bu videoda biz faqat rasmiy manbalar tasdiqlagan xabarlar bilan tanishamiz. Hurmatli tomoshabin, videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rasmiy xabarlarga ko'ra 2025-yil sentyabr oyida Jasmin Trans nomi bilan tanilgan Muzaffar Rahimov va yana bir necha nafar O'zbekiston fuqarosi Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, ular giyohvand moddalar va psixotrop vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilingan. Huquq-tartibot organlari tomonidan tintuv o'tkazilgani, ashyoviy dalillar aniqlanib ekspertizaga yuborilgani haqida ham rasmiy xabar berilgan. Shuningdek, gumon qilinuvchilar Istanbulning Maltepe tumanidagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgani ma'lum qilingan. Eng asosiy savol: kim qamatdi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olish jarayoni Turkiya politsiyasi amalga oshirgan. Ya'ni bu jarayon Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan olib borilgan, tergov doirasida amalga oshirilgan. Ikkinchi savol: kim aybdor? Hozircha bu savolga aniq javob yo'q, chunki hozirgacha ushbu ish bo'yicha rasmiy sud hukmi e'lon qilinmagan. Sud qarorisiz hech kimni aybdor deb e'lon qilish mumkin emas. Qonunchilikka ko'ra, shaxs sud hukmi bilan aybdor deb topilmaguncha aybsiz hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa turli taxminlar, ayblovlar va keskin fikrlar bildirilmoqda. Ba'zilar uni allaqachon uzoq muddatga qamaldi deb yozmoqda, boshqalar esa butunlay boshqa versiyalarni ilgari surmoqda. Ammo bu ma'lumotlarning hech biri rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu sababli ayni paytda mavjud yagona aniq fakt bu uning qo'lga olingani va tergov jarayoni boshlanganidir. Qolgan barcha xulosalar va ayblovlar sud qarorisiz faqat taxmin bo'lib qoladi. Bu holat yana bir bor shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday shov-shuvli xabarga darhol ishonish to'g'ri emas. Ayniqsa sud jarayoni yakunlanmagan paytda kimnidir aybdor yoki aybsiz deb keskin hukm qilish noto'g'ri. Vaziyat yuzasidan yangi rasmiy ma'lumot e'lon qilinsa, bu haqda albatta xabar beriladi. Hozircha esa faqat tasdiqlangan axborotlarga tayanish eng to'g'ri yo'l bo'lib qolmoqda.